Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, siz bilan Otamurod va Sohiba. Bugungi mavzuyimiz edi Photoshopda rang, qatlam, filtrlar, animatsiya. Mavzuni quyidagi rejalar asosida tushuntirib beraman. Ranglar bilan ishlash, qatlamlar tushunchasi va ularning afzalliklari, filtrlar turlari va ularning vazifalari, animatsiya yaratish. Mavzuga kirishdan oldin Photoshop haqida ma'lumot berib o'taman. Photoshop bu professionallar va hobbiylar tomonidan ishlatiladigan kuchli va ko'p qirrali tasvirni tahrirlash dasturi. U raqamli tasvirlarni manipulyatsiya qilish, vizual kompozitsiyalarni yaratish va fotosuratlarni yaxshilash uchun keng ko'lamli vositalar va xususiyatlarni taklif etadi. Photoshopda ranglar bilan ishlash. Photoshopda ranglar bilan ishlash juda muhim, chunki bu tasvirning umumiy ko'rinishiga katta ta'sir qiladi. Ranglarni to'g'ri tanlash va sozlash orqali siz tasvirning kayfiyatini, xarakterini va vizual ta'sirini o'zgartirishingiz mumkin. Photoshopda rang modellari. Rang modellari bu ranglarni raqamli shaklda ifodalash usullari. Photoshopda eng ko'p ishlatiladigan rang modellari RGB. Bu model kompyuter ekranlari va boshqa yorug'lik chiqaruvchi qurilmalar uchun ishlatiladi. Unda har bir rang 3 ta komponentning kombinatsiyasi sifatida ifodalanadi. Qizil, yashil va ko'k. Har bir komponent 0 dan 255 gacha bo'lgan qiymatga ega bo'lishi mumkin. Keyingi rang modelimiz bu SMUK. Bu model bosma nashrlar uchun ishlatiladi. Unda har bir rang 4 ta siyohning kombinatsiyasi sifatida ifodalanadi. Siyan, magenta, sariq va qora. Har bir komponent 0 dan 100 gacha bo'lgan foiz qiymatiga ega bo'lishi mumkin. Keyingi rang modelimiz bu HSB. Bu model insonning rangni qabul qilish usuliga asoslangan. Unda har bir rang 3 ta komponentning kombinatsiyasi sifatida ifodalanadi. Rang toni, to'yinganlik va yorqinlik. Rang tanlash usullari. Photoshopda ranglarni tanlashning bir necha usuli mavjud. Rang palitrasi. Bu palitra ranglarni vizual tarzda tanlash imkonini beradi. Rang kodlari. Bu usul ranglarni ularning raqamli kodlari orqali tanlash imkonini beradi. RGB yoki SMUK rang kodlarini kiritishingiz mumkin. Pipetka vositasi. Bu vosita tasvirdan rangni tanlash imkonini beradi. Ranglarni sozlash. Photoshopda ranglarni sozlashning ko'plab vositalari mavjud. Yorqinlik. Bu vosita tasvirning umumiy yorqinligi va kontrastni sozlash imkonini beradi. Rang toni. Bu vosita tasvirning rang toni va to'yinganligini sozlash imkonini beradi. Rang balansi. Bu vosita tasvirning rang balansini sozlash imkonini beradi. Egri chiziqlar. Bu vosita tasvirning yorqinligi va kontrastini aniq sozlash imkonini beradi. Darajalar. Bu vosita tasvirning yorqinligi va kontrastini aniq sozlash imkonini beradi. Qo'shimcha maslahatlar. Rang modellari va rang tanlash usullarini yaxshi tushunish tasvirning sifatini oshirishga yordam beradi. Ranglarni sozlash orqali tasvirning kayfiyatini va xarakterini o'zgartirishingiz mumkin. Turli xil rang kombinatsiyalarini sinab ko'rishdan qo'rqmang. Qatlamlar bilan ishlash. Qatlamlar Photoshopning eng kuchli va muhim vositalaridan biri. Ular tasvirning turli elementlarini alohida boshqarish imkonini beradi. Bu esa murakkab kompozitsiyalar yaratish va tasvirga o'zgartirishlar kiritishni osonlashtiradi.
Photoshopning bugungi kundagi muvaffaqiyatli kalitlaridan biri bu uning qatlamlar bilan ishlay olishidir. Qatlam bu shaffof qog'oz bo'lib, Photoshopda qatlamga qo'shimcha tasvir joylash hisoblanadi. Qatlamlar tushunchasi va ularning afzalliklari. Qatlamlar bu shaffof plyonkalarga o'xshash tasvirning turli elementlari joylashtiriladigan alohida qatlamlardir. Har bir qatlam o'zining mazmuni, shaffofligi va tartibiga ega bo'lishi mumkin. Qatlamlarning afzalliklari: moslashuvchanlik, tasvirning har bir elementini alohida boshqarish imkoniyati. Qayta ishlash qulayligi: tasvirning bir qismini o'zgartirish yoki o'chirish qolgan qismiga ta'sir qilmasdan murakkab kompozitsiyalar yaratish, turli xil elementlarni birlashtirish va ularni o'zaro tartiblash, maxsus effektlar yaratish qatlam uslublari va maskalar yordamida. Qatlamlar bilan ishlash uchun asosiy menyuning Sloy bo'limida joylashgan buyruqlardan foydalanish mumkin, lekin Sloy palitrasidan foydalanish yanada qulay hisoblanadi. Tasvirda qatlamlar soni ortgan sari ular bilan ishlash qiyinlashadi. Bunday paytda bir necha qatlamni bitta guruhga birlashtirish va bu guruh bilan bitta qatlam bilan ishlagandek ishlash mumkin. Qatlam uslublari. Qatlam uslublari qatlamlarga turli xil vizual effektlar qo'shish imkonini beradi. Soya qatlamga soya qo'shadi. Kontur qatlamning chegaralariga kontur qo'shadi. Gradient qatlamga gradient ranglar qo'shadi. Qatlam uslublarini qo'llash uchun qatlamni tanlang va qatlamlar panelidagi qatlam uslublari tugmasini bosing. Qatlamga niqob qatlam qo'shish mumkin. Qatlamning niqob bilan berkitilgan qismini o'zgartirib bo'lmaydi. Bu qatlamning bir qismini o'zgartirish kerak bo'lganda juda qulay hisoblanadi. Filtrlar bilan ishlash. Adobe Photoshop dasturida filtrlar tasvirlarga turli xil effektlar qo'shish, ularni o'zgartirish, yaxshilash uchun ishlatiladigan kuchli vositalardir. Filtrlar yordamida tasvirning ko'rinishini tubdan o'zgartirish, badiiy effektlar qo'shish, nuqsonlarni tuzatish va boshqa ko'plab amallarni bajarish mumkin. Filtrlar tushunchasi. Filtrlar asosan tasvirning piksellariga matematik hisoblashlarni qo'llash orqali ishlaydi. Ular tasvirning ranglarini, yorqinligini, kontrastini, shakli va boshqa xususiyatlarni o'zgartirishi mumkin. Filtrlarning turlari. Adobe Photoshopda juda ko'p turli xil filtrlar mavjud bo'lib, ularni quyidagi asosiy guruhlarga bo'lish mumkin. Blur, ya'ni xiralashtirish, tasvirni xiralashtirish uchun ishlatiladi. Sharpen, aniqlashtirish, tasvirning aniqligini oshirish, konturlarni ta'kidlash uchun ishlatiladi. Distort, tasvirning shaklini o'zgartirish, buzish uchun ishlatiladi. Noise, tasvirga shovqin qo'shish yoki shovqinni kamaytirish uchun ishlatiladi. Render, tasvirga turli xil effektlar qo'shish uchun ishlatiladi. Masalan, lighting effects, clouds, lens flare, stilizatsiya, tasvirga badiiy effektlar qo'shish uchun ishlatiladi. Filtrlarni qo'llash va sozlash. Filtrlarni qo'llash uchun quyidagi amallarni bajarish kerak. Tasvirni oching, filtr menyusidan kerakli filtrni tanlang, filtr oynasida kerakli sozlashlarni amalga oshiring, ok tugmasini bosing. Ko'pgina filtrlar qo'shimcha sozlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu sozlashlar yordamida filtrning effektini kuchaytirish, kamaytirish yoki o'zgartirish mumkin. Filtr galereyasi. Filtr galereyasi turli xil filtrlarni oldindan ko'rish va ularni
birlashtirish imkonini beradi. Bu yerda siz turli xil filtrlarni sinab ko'rishingiz va ularning tasvirga qanday ta'sir qilishini ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar: filtrlarni qo'llashdan oldin tasvirning nusxasini yaratish tavsiya etiladi. Bu asl tasvirni saqlab qolishga yordam beradi. Filtrlarni qo'llash tasvirning hajmini oshirishi mumkin. Shuning uchun filtrlarni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Ba'zi filtrlar juda ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Animatsiya yaratish. Animatsiya tushunchasi. Animatsiya bu tasvirlar ketma-ketligini tezlik bilan almashtirish orqali harakat illyuziyasini yaratishdir. Har bir tasvir kadr deb ataladi va kadrlar tez almashganda ko'z ularni harakatlanayotgandek qabul qiladi. Animatsiya turlari. Frame by frame animatsiyasi. Bu usulda har bir kadr alohida yaratiladi. Bu an'anaviy animatsiya usuli bo'lib, qo'lda chizilgan animatsiyalardan keng qo'llaniladi. Photoshopda bu usul Frame Animation paneli orqali amalga oshiriladi. Timeline animatsiyasi. Bu usulda animatsiya vaqt o'qi yordamida yaratiladi. Obyektlarning xossalari vaqt o'tishi bilan o'zgartiriladi. Bu usul murakkabroq animatsiyalar yaratish imkonini beradi. Qatlamlarni animatsiya qilish. Timeline animatsiya usulidan foydalanib, qatlamlarning xossalarini vaqt o'tishi bilan o'zgartirib, animatsiya yaratishingiz mumkin. Buning uchun Timeline panelida qatlam nomining yonidagi o'qni bosing va animatsiya qilmoqchi bo'lgan xossani tanlang. Keyin vaqt o'qida kerakli nuqtalarda kalit kadrlar yarating va xossalarni o'zgartiring. Animatsiyani GIF formatida saqlash. Animatsiyani veb saytlarda ishlatish uchun GIF formatida saqlashingiz kerak. Buning uchun File Save for Web menyusini tanlang va GIF formatini tanlang. Saqlash oynasida animatsiya parametrlarini sozlashingiz mumkin. Masalan, takrorlash sonini, ranglar palitrasini va hokazo. Qo'shimcha ma'lumotlar. Animatsiya yaratishda qatlamlarni samarali ishlatish muhimdir. Har bir obyektni alohida qatlamda joylashtirish animatsiyani tahrirlashni osonlashtiradi. Animatsiya tezligini, kadrlar davomiyligini o'zgartirib, sozlash mumkin. Animatsiya yanada qiziqarli qilish uchun turli effektlar va o'tishlar qo'shish